الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muhtaram aziz jamoat, Allah subhanahu va taologa hamd sanolarimiz cheksiz, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salatu salomlarimiz doimiy va abadiy bo'lsinki, mana hammamiz bugunlik kunda alhamdulillah omonlikda, ofiyatda Ramazon-i Sharifni ro'zadori bo'lib turibmiz va bo'lib ham hozir xufton namozimizdan keyin taroveh namozlarimiz, aynan xatmi Qur'onlarimizni eshitishlikka shaylanib turibmiz. Bu buyuk bir ne'mat azizlar. Alloh bu ne'matni bizga bardavom aylasin. Allohim, mana bugun aynan o'zimiz bir emas ikki janozaga qatnashdik. Ramazonda ham safar qilib ketayotganlar bo'lyapti. Ramazonga yetishmay ketganlarimiz qancha. Alloh taolo umrlarimizni barakotlantirib, ayniqsa ulug'larimiz mana bizni azizlarimiz Allohim umrlariga baraka berib, doim uyda farzandlar va bizlar hammalarimizni duogo'yimiz bo'lib yurishlarini nasib aylasin. Azizlarimiz, bugungi Ramazonda shunday bilaylik. Bu Ramazon bir madrasa. Qanday madrasa? Butun o'sha iymonga to'lish, ilmda ziyoda bo'lish, ilmu ma'rifatda yana ko'payib, yana barakotlik bo'lishlik yo'lida bu bir madrasa. Sizlarga o'sha ma'ruza qilinyapti. Ilmi har bir o'sha islomdagi odob, axloq bo'lsin, din diyonatimizda har amalni sizlarga bayon qilinyapti. Shu Ramazonda amal qilib qoling. Shu Ramazonda amal qilib qolingki, Ramazondan chiqqandan keyingi holatimiz ham Ramazonlarday bo'lsin. Ramazonlarda topgan ozuqani Ramazondan chiqishligimiz bilan yo'qotib qo'ymaylik. Bu demak ozuqalanadigan va bo'lib ham biz uchun hayotimiz davomida narigi Ramazongacha yetadigan bir ozuqa, bir madrasadir. Bugunlik ma'ruzamiz idoramiz tezlarida berilishicha mana hayo iymondandir deyaptilar. Alhamdulillah deymiz, bizi dinimiz hayo dini. Bizi dinimizni asl tamoyili bu hayodir. Bu hayoga bino qilingan bu bir dindir. Va shu sababdan hayoda shunday deyiladiki, hayo qilishlik bu Allohning haqqida. Hayo qilishlik bu malaikalarning haqqida. Hayo qilishlik insonlardan, hayo qilishlik hatto nafsdan, inson o'zidan ham qarang hayo qilishligi islomning o'gitlari ekan. Alhamdulillah deymiz, birinchidan bu hayoda bizga buyuk namuna payg'ambar alayhissalatu vassalom bo'ladilar. Al-imanu bid'un va sab'una shu'batan val haya'u shu'batun minal iman, aw kama qala alayhissalatu vassalom. Iymonni o'zini aytadilar payg'ambar alayhissalatu vassalom, 70 dan ortiq uni shahobchalari bor. Iymonni turi ko'p, iymonni xili ko'p, iymonni to'ldiruvchi xislatlar, amallar ko'p, odoblar va o'shalardan deyaptilar, hayo bu iymondandir deydilar. Iymoni bor insonning hayosi bo'ladi. Iymonli inson demak hayoli bo'ladi. Hayo bu mo'minning sifati azizlar. Bugunlik kunda alhamdulillah biz O'zbekistonda avvalda ota-bobolarimizdan iymon ahli bo'lib kelyapmiz. Ajdodlarimizdan Alloh rozi bo'lsin, avvalgi islom fotihlaridan o'zlari ko'ngillari bilan, ichlaridan, fitratlaridan iymon keltirib bu dinni qabul aylabdilarki, biz shukrlar qilaylik, biz aslida alhamdulillah iymon ahlimiz. Iymonni demak taqozosi bu hayodir. Mana alhamdulillah xonadonlarimizda bo'lsin, ota-onalar huzurlaridagi hayo, do'st birodarlarning huzurlaridagi hayo, mahalla ko'ylardagi hayo, bu hammasi biling, buni butun dunyo xalqi ham topolmaydi. Illa mu'min, musulmon bo'lgan bu arab o'lkalarini o'zida ham biz ko'ryapmiz. Hattoki hayoda zaiflashib ketgan, hayolari juda ham zaiflashib qolgan bir ellarni biz bilamiz, arab ellarida. Endi u dunyo havas qilayotgan bu Yevropa ellari bo'lsin, boshqa bir mamlakati bo'lsin, subhanalloh, ehtiyot bo'ling. Bugunlik kunda internet tarmog'ida bo'lib, qaysi bir jarayonlarda ko'rib aldanib qolmang. Bizga bir aytib berayotgan behayoliklardan o'sha yerlarda taomini anerda yer ekanda hojatini bu yoqqa chiqarar ekan.
Bu qanday bu fitrat? Qanday bu insoniylik? Alhamdulillah deylik, Alloh bizni to'sgan. Siz o'zingizning holingizga qarang. Sizni o'sha fitratingizda bormi bu? Sizning fitratingizda yo'q. Alhamdulillah, hatto o'yingizda yo'q. Mana shu biz otalarimizdan ko'rgan hayoni hozir farzandlarimizga berib kelyapmiz. Shuning uchun doim dinimiz deylik. Bizi dinimiz mukammal din, bizi dinimiz hayo dinidir. Dinimizni mukammal o'rganib, mukammal holda uni tutsak, inshaalloh o'sha dinsizlar kabi yoki ana o hayosizlar kabi behayo bo'lib qolmaymiz. Hayo shu darajada bizi dinimizni usullaridan ekanki, biz yana ham hayoli bo'laylik. Zotan Alloh taolaning o'zini sifatlaridan hayi deyiladi. Hayi ya'ni Alloh ham hayo qiluvchi. Alloh bo'la turib, Xoliq azza va jalla bo'la turib, uni ham qarang hayosi borligini aytiladi. Payg'ambarlarni sayyidi Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bashariyatni sayyidi, hayoni albatta buyuk bir sultoni bo'lganlar. Va sahobalar yonlarida aynan payg'ambar alayhissalatu vassalomni hayolaridan ibratlanganlar. Jamiki o'tgan balkim payg'ambarlar ham Alloh bergan hayo bilan zinatlanganlar. Sahobalarning har birlarida cho'qqi bir hayo bo'la turib, aynan ulardan Hazrati Usmonni eshiting. Hazrati Usmonni aynan hayo bobini sayyidi deyiladi. Bir kuni o'zlarini bir joylarda o'tirsalar, chodirlarda aynan bir safar chog'ida izin so'raldi. Hazrati Abu Bakrning kirishlaridan u yoqdagi eshikbonda turganlar, eshikdagilar aytdilarki, Abu Bakr kelyaptilar, kirsinlar dedilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalamning ozgina boldirlari ochilib turgan edi. Rasululloh erkin o'tirgan edilar. Kirdilar, o'sha Hazrati Abu Bakr kirishlariga hay'atlarini, o'tirish holatlarini o'zgartmadilar. O'tirdilar, har doim o'tirganlaridek. Keyin izin so'raldi. Izin so'raldiki, Umar kelmoqda. Hazrati Umarga izin berasizmi ya Rasululloh deganlarida izin dedilar. Kirdilar, yana o'sha boldirlari biroz ochiq turgan holda qabul qildilar. O'tirish hay'atlarini, holatlarini o'zgartirmadilar. Va yana izin so'raldi, Usmon dedilar. Hazrati Usmon kelyapti deganlarda izin bormi dedilar. Izin bor dedilarda o'tirish holatlarini o'zgartirib, o'sha boldirlarda ozgina ochiq turgan joyda yopdilar. Va buni ko'rgan sahobalar so'rayaptilar, Abu Bakrga bunday qilmadingiz, Umarga bunday qilmadingiz, endi Usmonning nomi kelgan paytda bunday qildingiz-a deganlarida aytdilarki, nega endi maloikalar uyaladigan bandadan men uyalmas ekanman. Allohu akbar. Farishtalar Hazrati Usmonni hayosidan uyalar ekanlar. Va aytiladiki, Hazrati Usmon o'zlari qasam berib aytgan ekanlar. Alloh menga aql beribdiki, meni yaratdiki, men shu dunyoda o'zimni avratimni ko'rmadim. O'zlarining avratlariga ko'zlari tushmagan ekanlar. Mana shunday Hazrat Usmonlar bor. Bizni alhamdulillah tarixlarimizda biz ibrat oladigan ulug'larimiz Hazrati Usmonlar kabi bo'laylik. Va sahobiyatlar ham Hazrati Oysha bo'lsinlar, Hazrati Fatima bo'lsinlar. Hozirgi kunda biz alhamdulillah ayniqsa bu Toshkent xalqida ko'ramiz. Juda bir xulqli, juda bir odobli, o'sha sunnatu saniyani tutganlar aynan tobutda ayollarimiz agar jinozalari hozir qilinsa juda ham xursand bo'lamiz. Balkim bu siz toshkentliklarning o'gitini men ko'p o'zimning viloyatimda ham aytaman. Nima u? O'sha havdaj kabi ustini bunaqa to'siq qilgansiz. Bu sizni asl sunnatingizdir. Balkim eshiting, buni hayolarni cho'qqisidan, hayolarni yuksaklaridan Hazrati Fatima joriy qilganlar. Hazrati Fatima vafotlarini bilib Asmo bint Umaysni chaqiryaptilar. Ey Asmo deyaptilar. Men hayo qilamanda, kafanda tursam-u, mening o'sha nomahram erkaklar jasadimni ko'rishligidan men hayo qilaman. Mana shuning uchun nima qilishligim kerak? Hali tiriklar va mamotlarida bo'ldi, o'lik bo'ladilar. Bir narsani his qilmaydilar. Lekin qarang, o'lik holatlarda bo'lsa ham o'zlari mutawaffo bo'lgan bo'lsalarda o'sha tanalari, kiyimlari, liboslaridan, o'sha kafanlaridan boshqalarni ko'ziga ko'rinishlikdan hayo qilganlar Fatima onamiz binti Muhammadin sallallohu alayhi va sallam. Shunda aytayaptilarki, ey ona deyaptilar, ey Fatimatiz Zahro deyaptilar. Men bildimki, ana o joyda
ayollar o'sha mutavaffo bo'lib jinozalari hozir bo'lsalar, ustilarini mana unaqa qilib to'sib qo'yilar ekan deganlarda, unda sendan iltimos qilaman, tezda meni satr qilgin. Agar meni o'sha janozam kuni o'sha satrlar bilan satr qilsang, men Alloh taolaga duo qilamanki, Alloh seni dunyo oxiratda satr qilsin deyman. deya mana shu duolarni qildilar. Demak, bugungi kunda Toshkentimizdagi mana shu jinozalarni aynan ayollarimiz hozir bo'lganlardagi ustilardagi shu yopinchiqlarni hammasi bu avvaldan o'rinlarimiz aynan Sayyida Fatima qilganlar. Hazrati Oysha onamizni qarang. Hazrati Oysha onamiz bilasizki, payg'ambar alayhissalatu vassalam o'zlarining so'zlariga al-anbiya yudfanun haythu yamutun deganlar. Payg'ambarlar odatda o'lgan joylariga shunday surib qo'yilib, o'sha joyni o'zini payg'ambarlarga qabr qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ham jonlari qabz qilindi. Rafiqil a'laga ketdilar. Oysha onamizni o'sha hujralarda. Oysha onamiz o'sha birga Rasululloh bilan istiqomat qilib yashagan xonalarda Rasulullohni qabz qilinib, Rasululloh o'sha joyga dafn qilindilar. Va shunda ham Oysha onamiz Rasulullohning yonida yotib o'sha joylarda istiqomat qilaverdilar u zot shariflardan keyin ham. Vaqtiki Hazrati Abu Bakr ham yonlariga qo'yildilar. Hazrati Abu Bakr otalari bo'lganligi uchun, payg'ambar alayhissalatu vassalam xo'jalari, xojalari, erlari bo'lganligi uchun ham bemalol har doimgi turmushlarini kechiraverdilar. Ana endi hayoni ko'ring. Vaqtiki Hazrati Umar ta'an qilindi. Hazrati Umar namoz o'qib turgan paytda Abdurrahman Abu Lu'lu al-Majusi la'natullohi alayhi Hazrati Umarni namozda turganlarda hanjarladilar. Va tabiblar keyin ko'rib bildilar, aytdilarki, bu kishi hayot yo'q, endi bo'ldi, o'lasiz deya tabib hatto to'g'ridan to'g'ri Hazrati Umarni o'zlariga aytdilar. Hazrati Umar o'lishlarini bilib o'g'illari Abdullohni chaqirdilar. Aytdilarki, "Ey Abdulloh" dedilar, "Boring" dedilar, "Oysha onamizdan so'rang. Meni umidim o'sha Habibim va sohibim, payg'ambarim va do'stim Abu Bakrning yoniga ko'milish edi. Agar izn bersalar, menga o'sha joyni bersalar, shuni so'rab ko'ring" dedilar. Lekin bugungi kunda men sizga amiril mu'min emasman. Endi sizlarga amir emasman. Endi sizlarga xalifa emasman. Men oddiy bir Umar bo'lib so'rayapman. Boring Oysha onamizga aytingki, oddiy Umar sizdan so'rayapti, xalifa demang dedilar. Endi Oysha onamizdan bu so'zni so'raganlarida aytdilarki, men asli u joyni o'zimga niyat qilgan edim. O'sha erimni, payg'ambarim alayhissalatu vassalomni yonlarida va otamni Abu Bakrning yonlarida ko'milishlikni Alloh taoladan so'rab, o'zimga ilinib turgan, o'zim niyat qilgan joy edi. Lekin Umarning maqomidan Umarga asartuhu, Umarga berdim dedilar. Qarang. O'zlarini joylarini Hazrat Umarga berar ekanlar. Hazrat Umar quvondilar va shunda yana aytdilar, "Ey Abdulloh" dedilar. Kimga? Abdulloh bin Umarga aytibdilar. Vaqtiki o'lganimdan keyin deyaptilar, ruhim chiqqandan keyin endi yana borib so'rang. Chunki u mendan hayo qilgan bo'lishi mumkin. Qarang, har ikki taraflama hayoni qarang. Mana bu Hazrat Umarning hayosi bo'ladi. U endi bu Umardir, bu amiril mu'minindir deya mendan bir haymi qilib, meni bir haybatimdan yoki o'sha ulug'ligimdan rozi bo'lgan bo'lsa-chi, yo'q dedilar. To'yinki men o'lganimdan keyin ham boring, so'rang dedilar. Agarda o'lganimdan keyin ham muvofiq bo'lsa, unda Rasulullohning huzurlariga, Hazrat Abu Bakrning yonlariga oling, bo'lmasa meni musulmonlarning qabristoni o'sha Baqiyaga ko'mavering dedilar. Mana bu hayo bo'ladi. Va natijada Hazrati Oyshadan so'raldi. Hazrati Abdulloh so'radilar. Hazrati Umar avvalda degandilar, endi o'lib bo'ldilar. Endi bugun Umar yo'q. Yer yuzida Umar yo'q. Umar ko'chdilar, Allohga safar qildilar. Siz agar izn bersangiz, otamni Hazrati Abu Bakr va payg'ambar alayhissalatu vassalomning yonlariga ko'msak desalar, Hazrati Oysha unadilar. Ko'ndilar, o'sha so'zim dedilar va Hazrati Umar ko'mildilar. Mana shu joyda endi Hazrati Oyshani sizlarga hayosini aytayapman. Hazrati Oysha aytadilar, avval otam borligida Rasulullohning huzurlariga kirganimda ikkalari bu biri xo'jayinimdir, erimdir, biri otamdir deya yengil kiyimlarimda o'tiraverardim. Lekin endi Umar keldi. Bu kishi nomahram, Umar go'rdalar, qabrdalar. E'tibor qiling, bu hayoni o'rganing. Bugun biz mana shu jamiyatimizda aynan ayollarimiz mana shu hayoga muhtojmiz. Biz erkaklarda shu hayoga muhtojmiz. Endi bitta hijob qildirdilar. Bir satr qildilar, parda torttirib qo'ydilarki, nomahram holda bu Hazrat Umarga bunday ko'rinmayin. Umar qabrda yotibdilar. Mana buni hayo deyiladi. Islomdagi hayolar azizlar mana shunday bo'ladi. Yana bir qiziqarli voqea, sizni bir kayfiyatingiz ko'tarilsin. Hazrati Abu Hurayrani bilasiz.
Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu endi o'sha juda ham qornlari ochib ketgan. Chunki talib ilmlar ahli suffa bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kuni tun yonlarida dars oladilar. Bir kuni shunaqangi qornim ochiqdi. Shunaqa ochib ketdi, 3-4 kun bo'lgan luqma yemaganman dedilar. Madinada yo'qchilik dedilar. Shunday bo'lsa ham Allohga qasam o'sha oyatni tafsirini bilaman. Bilib turib aynan masjidning eshigiga kelib oldim. Yo'ldan o'tar ekan musulmonlar aynan Hazrat Abu Bakr kelib qoldilar. Hazrat Abu Bakrdan o'zim bilgan surani, bilgan oyatimni bilib turib so'radim. Maqsadim o'sha meni dardimni tushunsinlar, ochligimni bilsinlar u qo'limdan olib yuring, men sizga taom beray desinlar deya qarang. Men u kishidan bilaroq o'zimni bilgan oyatimni so'rasam, Hazrat Abu Bakr buni payqamadilar. Javobini berdilar va ketdilar. Obbo dedim, Hazrat Abu Bakr tushunmadilar-da. Qarang hayolarini. Bir o'sha ochiqqan birodariga Siddiqday biriga aytsa bo'lardi-yu. Meni qornim och, menga taom bering deyishlikdan hayo qilganlar Abu Hurayralar. Va natijada Hazrat Umar keldilar dedilar. Hazrat Umarga ham Allohga qasam men o'zim bilgan oyatimdan tafsirini bilaman. Yana so'radim, shoyat Hazrat Umar buni payqab qolib, qornim ochligini bilib uyiga olib borib bir luqma bersa-ya deya so'rasam, Hazrat Umar ham, bu shunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi, bilmaysizmi shuni?" dedilar-u, ketdilar. Obbo, Hazrat Umar da bilmadilar meni dardimni deya turgan joyimda payg'ambar alayhissalatu vassalam meni ko'rib qoldilar. "Ya Abahir" debdilar. "Ey Abu Hurayra." U kishi ko'p erkalaganlar Abu Hurayra emas. Abu Hurayra bu ayol mushuk bo'ladi. Ayol mushukni otasi degani. Ammo Abu Hir deyilsa, erkak mushukni otasi bo'ladi. Sahobalarga aytardilar. Sahobalar ammo Abu Hurayra deyverardilar. Rasululloh meni erkak mushukni otasi deydi. O'sha so'z menga yoqadi desalar ham sahobalar buni e'tibor qilmasdan albatta Abu Hir deganlar bo'lgan, ammo aksari Abu Hurayra deganlar. Endi turuvdim deydilar, Rasululloh kelib qoldilar. Rasululloh meni yuzimdan bilib qo'ydilar deydilar. Payg'ambar alayhissalatu vasallam Rasulullohdir. "Ya Abahir" debdilar. "Ey Abu Hurayra, yuring men bilan" debdilar. Savollarni ham eshitmabdilar va obordilar. Keyin taqillatib tura turing dedilar. Qarang, ana hayo. Ummahatul mu'mininga ichkarida ahliyalariga xabar berdilar. Men bilan bir nomahram bor, Abu Hurayra bor. Sizni uyingizda bir yegulik narsa bormi? Shuni mehmon qilaylik desalar, bir qadaqda sut olib kelibdilar. Sut so'radilar avvalambor. Buni kim olib keldi? Nima maqsadda berdi? Chunki Rasulullohni haqlarida sadaqa mumkin emas edi. Hadiya mumkin, sadaqa payg'ambar alayhissalatu vasallam qabul qilmaganlar va so'radilar, aytdilarki, ana u mahalladan, ana u xonadan sizga hadiya qilib yubordilar. Unda "Ya Abahir" dedilar. "Ey Abu Hurayra, ahli suffani chaqiring." Ahli suffa, qarang, Hazrat Abu Hurayraning hayolarini qarang. Aytolmadilar hayosidan. Ko'ryaptilar, bir buti idishdagi bir piyola, bir kosa sut bo'lsa, Abu Hurayrani o'zlari to'ymaydilar. 3-4 kundan beri och Abu Hurayraga bu qanday yetsin? Aytadilarki, men hayodan aytolmadimki Rasulullohga, "Ya Rasululloh, ahli suffani chaqir deysiz, ular eng kamda 70 ta. Bu qaysi biriga bir qoplamdan ham yetmaydi-yu" deyishlikka dedi, meni hayo qilib tilim bormadi dedilar. "Ya Abu Hurayra, chaqiring ahli suffani" dedilar. Ahli suffani chaqirdim dedilar. Rasululloh baraka qilib haligi sutga duo qildilar dedilar. Endi ichkizing dedilar. Hammasini sut berib, sut bilan sug'orib ichkizar ekanman, to'yib bitsin derdilar. Bir qarang, idishda sut tugamayapti. Ana mo'jiza. Ichdilar. An bakrati abihim. Hammalar ichdilar, to'yib ketdilar. To'yganlarcha ichdilar. Keyin Abu Hurayraga aytdilar, "Kim qoldi endi?" deganlarida Rasululloh, "Siz bilan men qoldik" deya Rasulullohga uzatdilar. "Yo'q, siz iching" dedilar. Abu Hurayra aytdilar, "Yo'q, siz iching" dedilar. Abu Hurayraga "Ishrob" dedilar. "Iching" dedilar. Abu Hurayra ichdilar. Rasululloh keyin yana iching, ichdilar. Rasululloh yana iching. Oxir aytdilar-ki, "Ya Rasululloh, biron bir joy qolmadi, hozir agar ichsam portlab ketaman" dedilar. Shu darajada ichdilar, to'ydilar va payg'ambar alayhissalatu vasallam qarang, butun ashabi kiromlari ichganlaridan keyin, Abu Hurayra to'yib o'sha bo'kkanlaridan keyin Rasululloh ichdilar. Demak, hayo odatda mana unday bo'ladi azizlar. Hayo o'sha biz o'rganadigan hayoni doim bilaylik, ulug'larimizdan bo'ladi. Bu internetlardagi bir falon mashhurlar, Yevropani bir obod qilgan ular yoki Amerikani falonchilari, Yaponiyani havas qilib kelib gapiryapti. Xo'p, insoniyliklardan ular bir yaxshi bir qaysi bir hayotning qirrasida bir zafarli bo'lgandir. Lekin ularda bormi shu din? Bormi o'sha hayo? Mana hammasi bizda azizlar.
Mana shuni qadrlaylik. Bugunlik Ramazon kunida sizlarga aytilayotgan amri ma'ruf bugun shu yerda eshitib, mana shu joyda qolib ketmasin. Amri ma'rufni o'zingizga, mana shu hayo bobini bugun eshitgan rivoyatingizni hammangizga iltimos qilaman. Borib Fatima onamiznidir, Oysha onamiznidir, ahliyolaringizga, ahli ayollaringizga, bolalaringizga ayting. Hazrat Abu Hurayralarning hayolarini ayting. Hazrat Usmonlarning qanday hayoli bo'lganliklari, hatto hayoliklaridan malaikalar ulardan uyalganligini shunday yetkazingki, ular ham o'sha hayosi bilan sifatlansinlar. Hammangizga Alloh taolo bu kunlaringizni duolar qilamiz. Alloh bundan ham ziyoda qilib ko'p Ramazonlarga yetkazsin. Parvardigor olam bu masjid jamoatini ikki dunyoda aziz mukarram aylasin. Allohim eshitganimizga amal qilishligimizni hammamizga ham barchamizga nasib va ro'za aylasin. Parvardigor olam bu imom domlamiz, yonlardagi noiblarimiz, bugunlik kunda bu go'zal tajvidlarda xatmi Qur'onlarni qilib berayotgan bu qorlarimizni Alloh din yo'lida, islom yo'lida qilayotgan xizmatlarini husni maqbul aylasin. Allohim barchalaringizni ham zurriyotlaringizdan ahli ilm ulamolar, shu aziz boshlaringizga izzat, viqor tojini kiydiradigan ahlullohlarni ko'plab kelishligini o'zi Mavla azza va jalla nasib va ro'za aylasin. Allohim nargi Ramazonlarga ham hammamiz g'onimina, solimini yetkazib, ko'p Ramazonlar, ro'zalar, ko'p xatmi Qur'onlarni nasib va ro'za aylab. Allohim farzand so'rab turganlarimiz bo'lsa, ularga bir yo'la olim ulamo farzandlarini in'om aylasin. Allohim bemorlarimiz bor, bemorlarimizga o'zing shifoyi komillarni ato aylagin. Allohim bu yerda mana har xil kasb, hunar egalari o'tiribdilar. Tadbirkorlik qilayotgan yaxshi solih yigitlarimiz bor. Hammalarining ham ishlariga, yumushlariga Allohim o'zing rivoj bergin. Musofirda yurganlarimiz bor. Parvardigor olam, musofirda yurganlarimizni g'onimina, solimina elimizga yanada omonlikda, esonlikda qaytib kelishlarini o'zing nasib va ro'za aylagin. Allohim yurtimizni va yurtboshimizni o'zingning hifzi himoyangda asragin. Allohim bu bizni duogo'ylarimiz bo'lgan bu otaxonlarimiz, Allohim bularni umrlarini barakotlantirib, doimo ko'p yillar mana shunday duogo'ylarimiz bo'lib yurishlarini har birlariga nasib va ro'za aylagin. Va sallallohu ala sayyidina va habibina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allohu akbar. Muborak bo'lsin.